Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Telegram kanalida e'lon qilgan ushbu yo'nalishni, ushbu kanalni tahlilini qilib ko'rsatib bermoqchiman. Sizlarning reaksiyalaringizga qarab, demak bu kanal sizlarni qiziqtirayotgan ekan. Shuning uchun keling, shuni ko'rib chiqamiz. Kanalning nomi Random Paint deb nomlanadi va kanal bitta video bilan 5000 obunachi yig'gan. Kanal eski kanal 2019-yil ochilgan, lekin videoni 1 oy oldin qo'ygan. Bunaqa videolar bilasiz, animatsiya turiga kiradi. Kanalni prosmotrini agar video-kuydan ko'radigan bo'lsak, eng yuqoriga chiqqan vaqtida 86 000 prosmotr qilgan. Bu uzun formatda do'stlar, long formatda 14 daqiqalik videoga bu juda yaxshi degani. Hali bu ko'rsatkichlar yangilanmagan. Mana 666 000 mana shu prosmotr. Endi videoning ichiga kirib ko'radigan bo'lsak, mana videoda ikkita personajlar, o'sha stickman uslubidagi personajlardan foydalaniladi. Afzallik tomoni shuki, bu personajlarga suyak o'rnatilmagan. Ya'ni rig berilmagan, bular qo'l oyoqini ko'tarib, harakatlanib yurmaydi. Ya'ni klassik animatsiya dasturida qilinmagan. Ularning hammasi sun'iy intellektda qilingan. Biz ko'radigan bo'lsak, mana orqada ovoz. Bu rasmlar internetdan olinadi, bo'lakcha generatsiya qilinadi va bu personajlar olib kelib bu yerga qo'yiladi. Chunki har safar har xil xonada bo'lib qolmasligi uchun personajlarning o'zi bo'lakcha generatsiya qilinadi yoki chiziladi va bu yerga olib kelib qo'yiladi. Buni telefonda qilsa ham, Pixar programmalarida qilsa ham bo'ladi yoki bo'lmasam Canva'da juda zo'r qilsa bo'ladi buni. Canva'da shunaqa personajlar bor. Faqat yakuniy natija ko'rinyapti, mana ko'rib turibsiz. Yurib keladigan bo'lsa ham oddiy trekking qilgan, bu yerdan bu yerga olib kelgan faqat bo'ldi. Bular masalan qo'llari bilan gitara chalmayapti yoki boshqa qilmayapti. Yuzlarida emotsiya yo'q. Bu kontentdan maqsad hikoya yo'nalishiga kiradi, orqada biror narsani gapirib turadi va shuni amalda rasmlar bilan ko'rsatib beradi. Agar tarjimasini ko'radigan bo'lsak, hozir o'zbekcha qanday tarjima qilar ekan? Boshidan ko'rsak, siz biror joyda biror narsa bo'lib qolsangiz nima bo'lar edi degan maqsadda qilinadi bu ishlar. Bu videolar. O'zingizni shuni o'rnida qo'yib ko'rishingiz kerak. Nima qilardingiz? Nima bo'lardi? Shu tartibda ketadi. Ya'ni ikkinchi shaxsga nisbatan gapiriladi bu yerda. Uchinchi shaxs ikkinchi shaxsga nisbatan gapiradi. Bunaqa yo'nalishlar har xil. Masalan, biror bir hayvon tanasida tug'ilsang nima bo'lar edi? Yoki masalan, falon uyni ustidan yiqilib o'lsang nima bo'lardi? Mashina bosib ketsa nima bo'lardi? Ilon chaqib olsa nima bo'lardi? Cho'kib ketsang nima bo'lardi degan hammasi bir xil stilda ishlanadi bular. Mana shunaqa yo'nalish do'stlar, bu qilish juda oson. Mana shu personajni bir yaratib olinadi, bo'ldi. Keyin o'tirgan holati, turgan holati sun'iy intellektda yaratiladi. Hikoyaga mos qilib ketilaveradi. Bu ko'rinib turibdi, bu stickman bu yerga keyin olib kelib qo'yilgan. Oddiy stokoy rasmlar. Hikoyaga mos qilib, uni prompt orqali ChatGPTdan o'sha hikoyadan nima ketayotgan bo'lsa, nima gap ketayotgan bo'lsa, mana siz Janubiy Amerikalik nima deydi?
oqlanganlar va o'qimishli hamkorlar bilan uchrashasiz. Mana shu xonani tasvirlab beradi. Fond bozor aksiyalari haqida gaplashasiz. Siz Shimoliy Amerika distribyutorlari bilan uchrashasiz. Buxgalter deyapti. Mana buxgalter degandan keyin hisobxonani rasmi so'raladi ChatGPTdan. Albatta bu videoni qilish sal ko'proq vaqt talab qiladi, lekin oson narsa. Bir xil ish takror qilinaveradi. Shu tarafdan zeriktirib yuborishi mumkin. Faqat rasm yaratiladi. Ovoz esa muammo emas. Hozir TTS'lar, Gemini bor, Eleven Labs'ni Omni simvoli bor, shu ham yetib ortadi. Mana shunaqa do'stlar, qarang, bitta video bilan 666 ming prosmotr qilgan. Bu soati to'lib ketgan bo'lishi mumkin buni. Chunki 14 daqiqalik video, lekin davom qildirmagan. Yoki buni qilishga juda ko'p vaqti ketgan, yoki boshqa narsa. Albatta hali monetizatsiya bermagan bo'lishi mumkin. Hali monetizatsiya shartlarini bajarib, hisob-kitobga o'tmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin bu kanalni kuzatib boringlar. Tez orada menimcha video qo'yib boshlasak kerak. Kim shunaqa kanal yuritmoqchi bo'lsa, shunaqa videolar qilib animatsiyani o'rganmoqchi bo'lsa, menga yozsin, men qo'ldan kelgancha maslahatimni beraman. Xohlovchilar bo'lsa, yopiq guruhga kirsa, bularning darsliklari bor, 2 ta animatsiya darslari bor, hammasi joylanib turibdi. Do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan darsligim shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.